bin Ali Yusuf masjidi shu ekan, yopiq ekan. Hozir kiramiz. Tinasini bilib qoldim. Hamma yoqdan uchta halqacha qo'yib chiqqan ustiga. Hatto mana zamonaviy bo'lsa kerak, bularda ham turibdi. Ikkita, uchta. Zilzila bo'lgan 2,5 yil oldin yopib qo'yishgan deydi. Masjid yaxshiroq ko'rinishi. To'g'risida bunaqa joy bor ekan. Qubbatul Mural bikin deyapti. Oldin juda nimadir bo'lgan ekanda. Hech kim yo'q. Kiray desam qiziqmas ekan, kichkina joylarda 100 so'm. $10 kirish. Negadir masjidlar mana boru, tarixiy joylar yo'q. Misrga solishtirganda Misrdan olib qarash. Muzey, Marokash muzeyi degan joy bor ekan. Arabchasi o'xshatishroq. Marokash Darul Mandahi degan muzey. Balki muzey keyin kirarmiz. Bu bibliotek Bin Yusuf bibliotekasi. Bizga masjidga kerak. Kirish ijozi kirmasak ham. Bitta madrasasi bor ekan-da. Chiroyli ekan. Qaylar chiroyliligini. Madrasa haqida ma'lumot ko'rsatdi. 1565-yillar Shayboniyxon o'lgandan keyingilarda Buxoro amirligi nima deydi, xonligi tashkil etilgan paytda. Kirish bittan ekan. Kirish 50 so'm. 50 so'm ekan.